turib sevishadi shoirlarni, qizg'aldoqlar qirlarda qor yig'lar. Bashoratli yolg'on chiqsa bo'lmasmidi? Yolg'on chiqsa tole nima kulmasmidi? Nima qilyapti? Shuning uchun sevishadi shoirlarni, suyib turib sevishadi shoirlarni, qizg'aldoqlar qirlarda qor yig'lar. Bashoratli yolg'on chiqsa bo'lmasmidi? Yolg'on chiqsa tole nima kulmasmidi? Qaro yerning bag'risi siz ko'rmasmidi? Boychechaklar bag'rimda qon yig'larmi? Talpingani ko'klamidi ko'ngilchamning, ko'k kiygani ko'klamidi ko'ngilchamning, kiyagisi ko'kkamidi ko'ngilchamning, kapalaklar kaftimda xor yig'lar bu kun. Kuylamasman endi sira muhabbatni, kuylasam ham o'ylamasman muhabbatni, esga olib har zamonda Muhammadni. Erkak kiyik xumor yig'lar bu kun. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar hamda qadrdon o'quvchilar. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning yorqin hayoti va ijodiga bag'ishlangan el ardog'idagi shoir deb nomlangan adabiy kechamizga xush kelibsiz, azizlar. Bevaqt o'lam adabiyot gulshanida barqaror yashnab ochilib turgan bir chechakni uzdi ketdi. Shoirimiz hozir hayot bo'lganlarida 71 yoshni qarshi olgan bo'lar edilar. Muhammad Yusuf adabiyotimizga chaqnab kirib kelgan va qisqa vaqt ichida O'zbekiston xalq shoiri sifatida tanilgan shoir edi. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini ona til va adabiyot fanlar bo'yicha metod birlashma rahbari Bojirova ustozga beramiz. Atrofni kuzatib, besabr beshar. The Bluetooth device is connected successfully. Sizlarga ketdingiz Muhammad Yusuf. Endigi navbatni Muhammad Yusuf hayot haqidagi ma'lumotlarga beramiz. Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tavallud topgan. 1974-yil Toshkentda Rus va adabiyot institutiga o'qishga kiradi. Talabalik yillarida universitet she'rlari Toshkent jurnalida adabiyot va san'at gazetasida bosiladi. Undan so'ng iltijoi ko'zak qiz, ish qiymasi, yolg'onchi yodgor ko'pirgan, osmonimga olib ketaman singari bir necha she'riy to'plamlar chop etildi. 1978-1980 yillar Respublika kitobsevarlar jamiyatida, 1980-1986 yillar Toshkent oqshom gazetasida ishlagan. 1986-1992 yillar G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, 1992-1993 yillargacha O'zbekiston Havozi gazetasida ishlagan. 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'ldi. 1995-1996 yillar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida o'qigan. 1992-yildan vafotiga qadar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Muhammad Yusuf 2001-yil kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida ijodiy safar chog'ida yurak xurujidan vafot etdi. Bu she'riyat asli zamon ko'rmaydi. Shoirdan bizga chinakam betakror ijodiy meros qoldi. Haqqoniy ma'nodagi barhayotlik, zabon bilmaslik. Muhammad Yusuf ijodiga taalluqli desak xato bo'lmaydi. Endigi navbatni Muhammad Yusufning qalamiga mansub she'rlarga beramiz. Zamon qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozimim bo'lak ishni xotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir istasam ezilardi bag'ri tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkamga quchganda tundar yarim, erkim yo'q deb zirqiraydi bir joylarim. Parovozini hansiratgan bo'g'irlarim, oltinlarim, madanlarim, ipaklarim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Sizlar uchun biz edik bir badaviylar, o'zbekni qon qaqsatdi, o'zbek sevlar, holimizni qon kuzatdi, rassomlar, kitobkanimiz hamdalatdek bilan tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Kimdir mayda millat, kimdir katta millat qatamisi yo'qdir hatto, biz piyoda, bizni boqqanlar ortda, zulm o'tsa faqat sendan o'zim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Sen bo'lmasang nimamizga silliq she'rlar. Bu dunyoda tili yo'q, taqdiri yo'q she'rlar. Bahoyi berib ketgan ali she'rlar. Yuragimning to'ridagi sunnat tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Bir qarasam har she'ringda ming chiroylar, har toplayda har kemanda ming chiroylar. Qodiriylar, cho'ponlar
lola. Sening qaytgan kuning, men tug'ilgan yilim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Ajab dunyo, ikki buyuk shoir, ikki musofir. Navoiy Hirotda qabulda Bobur, sizni o'ylatmasmi bu jumboq bu sir. Navoiy Hirotda qabulda Bobur, buni tasodifmi aytayin ayting. Qismatlarni buyuk ko'rib qo'y Turkiston ikki baytni. Navoiy Hirotda qabulda Bobur. Jafo etganda ham jabr etmadik. Jadoni siyladik, goho xudo bir, daholarimiz qadriga yetmadik. Navoiy Hirotda qabulda Bobur. Ko'klarga sig'may ruhjon, ko'zga sevinch yoshlar to'ldi. Ammo nechun sen mahzun parishon, ona Turkiston senga ne bo'ldi? Kishanlar ketib yetgach murodga, shahid o'g'lonlar keldimi yodga, kuykalar ko'ngil to'ldimi dodga, ona Turkiston senga ne bo'ldi? El yo'qolganda choq ko'z yoshimazdi. Ketdi boshingdan ajal ko'rgasi, asallar qarashalar o'rgasi, ona Turkiston senga ne bo'ldi? Sen bor bo'lsanki gullar so'nmas, qiyomatda ham chirog'i so'nmas. Bolam deb qo'ysang sinamoqqa bas, ona Turkiston senga ne bo'ldi? Chorlasang tushing, noringa to'lar, daryoday toshib, shamolday yelar, yo'qlardan yelib, cho'lponing kelar, ona Turkiston senga ne bo'ldi? Ey yori aziz, ey bag'ri quyosh, jigargo'shingman, joningga jondosh, quvonganingdan qilchima ko'z yosh, ona Turkiston senga ne bo'ldi? Kitoblarni varaqlasangiz, qulog'ingiz ostidan qo'shiq yangrab turgandek har bir she'rni zavq bilan o'qiysiz. Qat-qatidagi ichki dardiga sherik bo'lasiz. U vatanni farzand tiliga qanchalik yaqin va bir butunligidan kelib chiqib mark etadi. Endigi navbatni 6-B sinf qizlari tomonidan tayyorlangan Qizg'al Dovul nomli raqsga beramiz. Marhamat.
o'rgach, farhodlari, ustavlari ilib Muhammad Yusuf she'rlari orqali nafaqat o'zini, balki qancha hofizlarni elga tanitdi. Shoirning har bir aytgan gapi she'r edi. U inson qalbining tub-tubidagi so'zini yoza bilardi. Endigi navbatni Muhammad Yusuf qalamiga mansub she'rlarga beramiz. Marhamat. Sulton, sen taxti Sulaymonim, Yolg'izim yagonamding, topilgan koshonamding, o'zing ulug'lardan ulug'imsan, vatanim. Shodon kuni gul ochgansa, chechak ochgansa. Moron kuni kulfat kelsa, yuzing bosib yuzimga, singlim deyman, onam deyman. Hamdardu ham onam deyman. Oftobdan ham o'zing mehri, ulug'imsan, vatanim. Sen bashirsan xalqidasan, balxga tog'ga osilgin. Navoiysan shu xiyolida faxrini duo qilgin. Yestardiysan meniki deb ko'rganni duo qilgin. Ming bir yog'i chilmagan qo'rqinsan bolaning. Sen hujjatsan Chingizlarga darvozasin ochmagan. Timur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasan qorachig'i olovlarga sachilagan. Chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'rg'imsan vatanim. oz bo'ronlar. Bir parcha yuragi ming bo'ronlar, har baloni ko'ra yorug' dunyoda Toshkentni bir bora ko'rmagan ona, bolang bo'lib bir bor boshlab keldimmi, endi men ham senga o'g'il bo'ldim. Endigi navbatni 5-sinf o'quvchilari tayyorlagan sahna ko'rinishiga beramiz. Marhamat. Ertaga men o'lib ketsam, yotar bo'lsam unga botib ko'zlarim, ko'nglimda ko'chkida bosadi bir g'am, yig'lashni bilmas mening qizlarim. Voy bolam, bu qanday ish? Voy dadasi bilmasdi. Oddiy so'zlar, Bolam, bunaqa she'rlar yozmadi. obbular. Voy, gaplarim cho'q o'zisini. Oyga o'tiravering qiziqqan. Oydon sizga bir iltimos bilan kelgandim. Qanday? Biz Qoraqalpog'istonga ijodiy safarga chiqayotgan edik. Shuning uchun sizga nevaralarni qoldirib ketmoqchi edik. Mayli bolam, olib borib amalga
bo'ldim qadr topdim qadrim havoga to'ldim bag'rim yurtboshim bergan davrim davron bo'lgani bo'lgan davron bo'lgani bo'lgan Ammo u tezda hamma hayron qoldirib og'ziga tushib ketdi. Endi navbatni muhammadni qadamiga mansub she'rlarga beramiz. Samarqandda qoldi begunoh, yo'llar qarab to'ldi begunoh. O'zbek sen o'zbek qilguncha, 40 yil otdan tushmadi sulton. Shoh kelsa o'g'il qo'shalar, hanizaklar qo'sha-qo'shalar. Vatan poyi qushli kechalar, yor beridan tushmadi sulton. Maqtov maqsad malomatlarga, shohni riyo yetaklarga, qarilmaydi xushomadlarga, yomg'irlarga uchmas sulton. Garchi mo'qilsam bilmadim, 30 o'lka jilovida tayin, bir qulov qultum ham manman bitmayman. Tatimadi sulton, ichmadi sulton, Samarqandda qoldi bihom, yo'llar qarab qoldi bihom. Sen o'zbek qilguncha qanchalar yo'l kechmaydi sulton. Tabakalim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay saroyiga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, dilni alishmasman dedi poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha tilla, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam sen boshim chiqdi deb, tog'laring tizimdan ergashib yuradi. Ko'rdim suruvlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo so'rda kasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin, bitta ta'mirimga alishmasman men, na gapga ko'nay, na dil bilay. Ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat, 3 kunda sog'insam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Mendan nima qoladi? Ikkimiz tashlayap. 2 satr kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa deb, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ohu. Chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'ladi. Yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turganday ogoh. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Uyda yotib mana sezib turibman. Ko'kda kelayotib qushlar qaytishi, xayrlar yog'di qanotlaridan, xasta shoirga vido aytishi. Bor mening uchun ham ularga qo'l qo'y. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Ularni men yana ko'ramanmi? Ayvondan odamdek kuzatolmadim. Kuz to'ylar boshlandi yuragim pora. Bitta qizimni ham kuzatolmadim. Demak, taqdir ekan to'y ko'rmay olmoq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Biroq ko'nglim sizdan mendan ilhom. Bir kun bu hovliga odam to'ladi. Hali to'ylar qilib charchaysam erkan, mening qizlarim eng baxtli bo'ladi. Ko'ksim kuyib borar, ko'krak yonmoqda. Ayting doktorlarga, yorishsa yorsin. Jism o'z ulfati jondan to'lmoqda. Bechora jon endi qayerga borsin? Endi osmon yiroq, endi yer yumshoq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Buni hayot derlar, unutma aslo. Bir kun ochilasan, bir kun so'rasan, qalbimdagi faqat sen eding. Qabrim ichida ham o'zing bo'lasan, sen bizning sevgidan xotira bayroq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Alpamishlar yurti bu diyor, doston qilgan rustamlari bor. Shu o'lkada oftob ayvoni, shu o'lkadan boshlanar bahor. Go'zal yurtning ko'rkiga chiroy, uzun kokil malaklar chinoy. Hur qizlari ko'cha to'ldirsa, sumka bilan kim o'zingga? Oh, xudo, sumkaga tilim bormi? Shuning bilan yil avlodidagi shoir deb yozilgan adabiy kechamiz nihoyasiga yetdi. Kechamiz orqali siz tomoshabinlarni shoir hayoti va
bilan tanishtirgan bo'lsak, Xayrlashdimi birov? Tinta. e'tiboringiz uchun rahmat. Beqilishib Egasi bu ko'knat Muro. Qalqonlari, qanotlari ilm istay. Yarim jahon bunyod etgan sohib qirol Alisherning avlodlari ilm istay. tomoshabinlar, ustozlar, o'quvchilarga katta ta'sir qoldirdi. Biz Allohning shoirimiz, ustoz shoirimiz Muhammad Yusufning hayoti va ijodiga bir nazar tashlab, shuni xotirlab oldik. Yuqorida Botir Rasul akani bu kishining she'rlari kirib bormagan xonadon yo'q O'zbekistonda. Bu kishining she'rlarini yodlanmagan, sevib o'qimagan inson ham yo'q. Shuning uchun hammamizni eng azoqlagan shoir hisoblanadi. Mana bugun biz chiroyli tartibda o'tkazdik. Sizlarga katta rahmat o'quvchilar. Juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekansiz. Biz mazza qilib dam oldik, ma'naviy oziqa oldik. Bundan keyin ham tadbirlarda mana shunday faollikni yo'qotmasdan tadbirlarda faol qatnashasizga umiddaman. Siz rahbarlarga ham katta rahmat, ustozi ziyoratlarimiz ustozimizga ham katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qimmatli vaqtlaringizni ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar,